Komil opa, semirib ketyapman. Shu oshqozonimni kestirsam bo'ladimi? Zarari yo'qmi? Agar siz operatsiyadan keyingi parvarishni to'g'ri olib bora olaman desangiz, albatta ha. Ko'pchilik o'ylaydi, oshqozonni kestiraman, ozaman, bo'ldi, chiroyli bo'lib, sog'lom hayotga qaytaman deb o'ylaydi va operatsiyadan keyingi parvarishlarga e'tibor bermaydi. Buni natijasida yaqin 1 yil ichida bemorda soch to'kilishi, tanadagi turli xil rastyashka deymiz, teri tortilish holatlari, har xil qizil dog'lar toshib ketishi hamda oddiy aytganda xunuk ozishga olib keladi. Va bu yerda asosiy sabab bemorni aynan parvarishga e'tibor qilmaganligi deb topiladi. Aynan shu oshqozonni ko'p uchastkasi olib tashlangandan keyin oshqozonda vitaminlar so'rilish hududi ham kamayganini hisobga olgan holatda bemorga individual tarzda har xil turdagi vitamin preparatlari qo'shimcha berilishi kerak va individual ovqatlanish ratsioni tuzilishi kerak. Aynan bemorda keyinchalik kuzatilishi mumkin bo'lgan vitaminlar tanqisligini oldini olish uchun. Hamda bu bilan biz yana nimaga erishamiz? Sog'lom, chiroyli ozishga erishamiz. Chunki bu operatsiyadan maqsadimiz ham shu. Bu videoni oshqozonni kestirib ozmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.